Yaqinlaringizga quvonch va shodlik ulashuvchi go'zal va betakror ovoz sohibasi Sevara Ziyo bilan tabriklar vaqti. Allo. Allo. Xayrli oqshom, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom Muhabbatxon, yaxshimisiz? Yaxshi, rahmat. Sizni xayrli oqshomda bezovta qilmadim degan umiddaman. Hop. Ayni daqiqalarda sizga salom va tabriklar soatidan qo'ng'iroq qilyapman. Bugungi ayyomlaringiz muborak bo'lsin. Rahmat. Yaqinlarning baxtiga doimo sog' salomat bo'ling. Xo'sh, Muhabbatxon, aytingchi, qalbingizni ezgulikka, muhabbatga yanayam to'ldirgan holatda biz orqali sizga kim tabrik jo'natmoqda? Bilmadim, endi yaqinlarimni. Xo'sh. Bu yaqinlar kimlar bo'lishi mumkin? Singlim, uydagilarim. Yana? Turmush o'rtog'im. Xo'sh, demak, biz orqali sizni tabriklayaptilar. Xo'p, qaynona opalari debdilar. Qaynopangiz Muxlisaxon va qaynukangiz Odilbeklar nomidan yetib kelgan. Rahmat. Umringiz uzoq bo'lsin. Niyatimiz shuki, akam bilan debdilar, birga qo'sha qarisinlar, farzandlar ko'rsinlar, umralarga borib kelish nasib qilsin. Kelin emas, opam deb bo'lib yursinlar ilohim. Ukangiz Odilbek va Muxlisaxon opadan tabrik deysiz. Ularni juda ham hurmat qilaman, juda ham tarbiyalilar. Doim siz deb murojaat qiladilar. Eng yaxshi gaplarini men uchun gapiradilar. Umrlari uzoq bo'lsin ilohim. Shunaqa kina ham borligidan faxrlanaman. Har doim baxtimizga sog' salomat bo'lib yursinlar. Iltimos, ushbu tabrigimni yetkazib qo'ysangiz deya chiroyli murojaat qilganlar. Biz so'zsiz xo'p bo'ladi deya, demak, tabriknomalarni o'qib bermoqchimiz. Sog' bo'ling ilohim. Demak, xo'p desangiz, ushbu tabriknomalarni siz uchun o'qiyman. Xo'p. Tayyormisiz? Juda ham yaxshi. Assalomu alaykum, men uchun qadr aziz bo'lgan qadrli va hurmatli kinoijonim. Bugun siz uchun aziz va juda go'zal kun. Hayotingizda ushbu kun unutilmas bo'lishini istadim. Ikki og'iz shirin so'zimiz bilan oz bo'lsa-da sizni ko'nglingizni ko'tarmoqlik uchun harakat qildik. Bugungi ayyomingiz muborak bo'lsin. Baxt, omad sizni hech qachon tark etmasin. Har bir kuningiz mana shunday chiroyli o'taversin. Siz dunyodagi eng yaxshi kinoysiz va doim shunday bo'lib qoling ilohim. Aytishadi-ku, ko'ringaning kabi bo'l deb. Xuddi shunday bo'ling oxirigacha. Umringiz uzoq bo'lsin. Mehribon, meni jigarim akam bilan qo'sha qaring. Ilohim doim xonadoningizda faqat yaxshi kun aramasin. Serdavlat, serfarzand bo'lib, Xudo xohlasa bunday muborak yoshlarni ko'pini ko'rib bering. Insondan nima qoladi? Albatta mehr, oqibat. Shunday ekan, har doim mehr oqibatli bo'lib yashaylik. Biz sizni juda ham hurmat qilamiz. Boshimdagi tojim, akam bilan baxtli bo'ling ilohim. Bugun biz opajonim bilan sizni tabriklab qolamiz. Niyat va maqsadlaringizga albatta erishib yuring. Yana bir bora chiroyli kuningiz muborak bo'lsin. Ukangiz Odilbekdan deya samimiy tabriknomalari shu yerda yakunlangan. Rahmat, sog' bo'lsin, baxtimga yarasha xursand bo'ling, to'g'risi kutmagandim. Sizga ham alohida rahmat. Sog' bo'ling. Ko'nglingiz ko'tarildimi oz bo'lsa-da? Yo'q, juda ham ko'tarildi, to'g'risi, men kutmaganim shu kutaman. Sen xursand bo'lib, rahmat opamga ham, jiyanimga ham, to'g'risi o'zim ukamdek bo'lib qo'ygan. Bugun rozimisiz ulardan? Roziman, nimatda oshig'i bilan roziman Xudoga shukr. Opam, jiyanim borligi uchun. Salomat bo'ling, umringiz uzoq bo'lsin ilohim. Baxt omad sizni hech biri tark etmasin. Har bir kuningiz mana shunaqa chiroyli tarzda o'taversin. Ikki dunyo saodati va savobi siz ila hamroh bo'lsin. Va demak, siz uchun atalgan bu yerda she'riy satrlar bor. Uni ham siz uchun o'qiyman-da, keyin xayrlashamiz. Bo'ladimi? Bo'ladi, xo'p, rahmat. Juda ham yaxshi. Allohning rahmati bo'lsin bizlarga. Qalbimiz hidoyat nuriga to'lsin.
Shukrkim yetkazdi qutlug' kunlarga, tavallud ayyomingiz muborak bo'lsin. Tortiq bo'lsin sizga duo salomlar, duoda eng go'zal shirin kalomlar. Iloho uyingiz nurlarga to'lsin, tavallud ayyomingiz muborak bo'lsin. Sizni suysin payg'ambarlar sardori, siz ham bo'ling ul jannatning gavhari. Allohdan so'raylik ezgu bir niyat, mehribon kelinoyjonim, tavallud kuningiz bo'lsin muborak. Allohning rahmati bir sizga bo'lsin, umringiz islomning nuriga to'lsin. Shukrkim yetkazdi ulug' kunlarga, ushbu tavallud kuningiz muborak bo'lsin deya samimiy tabriknomalari shu yerda yakunlanar ekan. Yana bir bora chiroyli ayyomingiz muborak bo'lsin. Rahmat, Alloh rozi bo'lsin. Salomat bo'ling. Har bir kuningiz mana shunaqa chiroyli damlarda, daqiqalarda o'taversin. O'zingizni yaqinlar uchun ehtiyot qiling. Omon bo'ling. Xo'p, rahmat. Xo'p, salomat bo'ling. Keldik yaqinlar bugun, tavallud kuningiz muborak.